O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonuniga asosan ko'chmas mulklarni xatlov yo'li bilan texnik inventarizatsiyadan o'tkazish va elektron yig'ma jildlarni tayyorlash yuzasidan e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlar. Davlat kadastrlari palatasining filial xodimi topograf mutaxassis xatlov o'tkaziladigan hudud uchun xatlov hududi chegara xaritasini tayyorlaydi. Kadastr muhandisi o'ziga biriktirilgan hududni joyiga chiqqan holda xatlov ishlarini amalga oshirish uchun quyidagi birlamchi ma'lumotlarni oladi. Kadastr ma'lumotlar bazasidan ushbu mahalladagi ko'chmas mulklarning ro'yxati, ya'ni kadastr raqami, manzili, mulkdor familiya ism-sharifi, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, xatlov hududi chegara xaritasi. Xatlov jarayonida o'lchov ishlarini amalga oshirishda elektron va tasmali masofa o'lchagichlardan foydalaniladi. Har bir ko'chmas mulk amaldagi mavjud holati bo'yicha xatlov. Ko'chmas mulklarni xatlovdan o'tkazish uchun kadastr muhandisi mulk egalari bilan muloqot qilishda odob-axloq qoidalariga rioya qilishi talab etiladi. Kadastr muhandisi ro'yxatida mavjud bo'lmagan ko'chmas mulklarda texnik xatlovdan o'tkazish dalolatnomasi tuzilgan holda o'lchov ishlari olib boriladi va abris shakllantiriladi. Bunda yer uchastkasiga va yoki bino inshootlariga huquqiy hujjatlari mavjud bo'lmagan taqdirda yer uchastkasini o'zboshimchalik bilan egallab olgan shaxs foydalanuvchi sifatida ko'rsatiladi va pasport ma'lumotlari tug'ilgan sanasi kiritiladi. Yer uchastkasiga va bino inshootlariga huquqiy ko'chmas mulklar uchun abris tuziladi va tuzilgan barcha abrislar ijrochilar, mulkdor yoki foydalanuvchilar tomonidan hamda chegaradosh qo'shnilar tomonidan imzolanadi. Shuningdek, quyidagi ko'chmas mulk obyektlarida texnik xatlov ishlari bajarilmaydi. Alohida bo'sh yer uchastkasida, ko'p kvartirali uylarda, davlat organlari, muassasalari va korxonalarda, tegishli ko'chmas mulk obyektlarida. Ko'chmas mulk obyektlarini xatlov yo'li bilan texnik xatlovdan o'tkazishda qonun buzilishiga yo'l qo'ygan aybdor shaxslar qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. Assalomu alaykum. Bugungi brifingda ko'p kvartirali uylarni foydalanishga qabul qilish jarayonlarini UzCard axborot tizimi orqali bajarilishida uning kengaytirilgan imkoniyatlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda qurilish sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ko'p kvartirali uylarni qurish, ularni hisobga olish, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish va fuqarolarning mulkiy huquqlarini himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda UzCard axborot tizimi orqali ko'p kvartirali uylarni foydalanishga qabul qilishning barcha bosqichlarini avtomatlashtirish, raqamlashtirish ishlari yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 24-fevraldagi aholini uy-joy bilan ta'minlash ishlarini jadallashtirish va ko'p kvartirali uylarni qurilishini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 29-sonli farmoniga muvofiq uy-joy avtomatlashtirilgan axborot tizimi ishga tushirilishi belgilangan. Ushbu tizimda kadastr hisobi va uy-joyning yagona hayotiy sikl tamoyillari asosida obyektlarning yagona identifikatoriga asoslangan ma'lumotlar bazasini joriy etish va yuritish nazarda tutilgan. Ushbu tizimda ko'p kvartirali uylar hisobini yuritish, aniq sifatli va to'liq ma'lumotlar bazasini shakllantirish asosiy maqsad qilib olingan. 2026-yil 1-iyundan boshlab UzCard axborot tizimida ko'p kvartirali uylarni barcha ma'lumotlari yagona elektron bazaga kiritilib, qabul qilishdan tortib toki davlat ro'yxatdan o'tkazishgacha bo'lgan jarayonlari bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Tizimning asosiy afzalliklaridan biri inson omilini qisqartirish, hujjatlar aylanmasini raqamlashtirish va mulk obyektlari bo'yicha aniq ma'lumotlar bazasini shakllantirishdan iborat. Tizimda ko'p qavatli binolarni shakllantirish jarayonlari quyidagicha kechadi. Birinchi navbatda qurilishlar yakunlangandan so'ng MyGov.uz portali orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ariza taqdim etiladi. Arizalar avtomatik tarzda UzCard axborot tizimiga kelib tushadi. Bunda ko'p kvartirali uy joylashgan yer uchastkasi UzCard axborot tizimida davlat ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, ya'ni ariza berish imkoniyatini cheklashga sabab bo'ladi. O'z navbatida avval ko'p kvartirali uy joylashgan yer uchastkasini UzCard axborot tizimi orqali davlat ro'yxatdan o'tkazishi lozim bo'ladi. Shuningdek, quyidagi holatlarda arizalar rad etiladi. Davlat ro'yxatdan o'tkazilgan yer uchastkasidan tashqarida ortiqcha qurilmalar mavjud bo'lsa, ko'p kvartirali uyning tasdiqlangan qavatlar rejasi bo'yicha loyihasi va loyiha osti hujjatlari mavjud bo'lmasa, ko'p kvartirali uy bo'lmagan
ya'ni boshqa toifadagi birinchi qavati noturar, ikkinchi qavati turardan iborat bo'lgan savdo komplekslarini o'z ichiga olgan turar joy obyektlari bo'lsa, arizalar rad etiladi. Shuningdek, hujjatlardan chetlashgan holda qo'shimcha qavatlar va kvartiralar qurilgan bo'lsa, bundan ko'rinib turibdiki, ko'p kvartirali uylarni tizimga kiritishda qurilish tartib-tamoyillariga qat'iy rioya qilinishi nazoratga olinadi. So'ngra UzCAD tizimida quyidagilar raqamli inventarizatsiya qilinadi. Yer maydoni, turar va noturar bloklari, kvartiralar, shuningdek umumiy foydalanish joylari inventarizatsiya ishlari bajariladi. Inventarizatsiya ishlari loyiha hujjatlaridan tashqarida o'zboshimcha qurilmalari mavjud bo'lsa, binoda loyiha hujjatlaridan tashqari qavat yoki kvartiralar qurilgan bo'lsa, loyiha hujjatlarida umumiy mulklar ko'rsatilmagan bo'lsa, amalga oshirilmaydi. Ya'ni inventarizatsiya ishlari amalga oshirilmaydi. Navbatdagi bosqich inventarizatsiyadan so'ng ko'p kvartirali uy bo'yicha yagona kadastr pasportini shakllantirish. Bunda bloklar, manzillar, kvartiralar soni va maydonlari, noturar qismlari, umumiy mulklari aks ettiriladi. Shuningdek, qurilish nazorat inspeksiyasiga elektron tarzda yuboriladi. Foydalanishga qabul qilish ruxsatnomasini olingandan keyin har bir kvartiralar, noturar qismlar, umumiy mulk obyektlari uchun UzCAD axborot tizimida kadastr pasporti shakllantiriladi hamda davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. E'tibor qaratingki, mazkur tizim ishga tushirilgunga qadar amalda quyidagi muammolarga yuzaga kelgan. Ma'lumotlar turli platformalarda tarqoq holatda yuritilgan. Inson omili bilan bog'liq jarayonlar mavjudligini sababli ma'lumotlar o'rtasida nomutanosibliklar yuzaga kelgan. Natijada ortiqcha vaqt sarfi va qog'ozbozlik saqlanib qolgan. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun UzCAD axborot tizimida ko'p kvartirali uylarni yuritish mexanizmi ishlab chiqildi. Bu tizimda barcha obyektlar ko'p kvartirali uy sifatida yagona reyestr yuritiladi. Eng muhimi, axborot tizimida ko'p kvartirali uylarni hisobga olish, foydalanishga qabul qilish va davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonlarini to'liq raqamlashtirilib, ko'p kvartirali uy va kvartiralar, noturar joylar, umumiy foydalanish joylari hamda avtoturargohlarning barchasi bitta markazlashgan bazada bajariladi. Jarayonlar avtomatlashtiriladi, inson omili kamayadi, shaffoflik va tezkorlik oshadi. Bu esa fuqarolarning mulkiy huquqlarini himoya qilish, qurilish sohasida ochiqlik va qonuniylik ta'minlashdan muhim ahamiyatga kasb etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.